Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan ustoz Abdulloh Boboyev. Milliy sertifikatga DTMga attestatsiyaga tayyorlanmoqchi bo'lgan o'quvchi va ustozlar uchun IDC to'plamining yechimini davom ettiramiz. Biz chiziqli funksiya mavzusiga kelgan edik. Shu yerdan davom ettiramiz. Biz o'zimiz kelgan betni kitobimizdan ochib olamiz. 100 mana deylik 106-bet ekan mana. 106-bet ekan chiziqli funksiya mavzusi. Mana e'tibor qarating. Chiziqli funksiya mavzu birinchi test mana 106-bet. Albatta sizni kitobingiz yangi bo'lsa, sahifalarda ozgina farq qilishi mumkin, atak boshqa yerda farq qilmaydi. Misollar ham 99% bir xil. Shu muammo yo'q. Xo'p, azizlarim, mana chiziqli funksiya ko'rib turganingizdek mavzu. Qani boshlaymiz. Avvalda misollarni ozgina yaqinlashtirib olaylik. Bir mazza qilib ko'ring. Biz ham mazza qilib ishlaymiz. Xo'p, mana boshladik. Birinchi misol. Quyidagilardan qaysi biri koordinat tekstligining ikkinchi choragiga tegishli debdi. Demak, javoblarda ABCD shu nuqtalar beryapti. Shu nuqta koordinat tekstligining ikkinchi choragiga tegishli deyapti. Mana bu koordinatlar sistemasi. Mana ozgina eslatib o'tamiz. Mana bu birinchi chorak, bu ikkinchi chorak, bu uchinchi chorak, bu to'rtinchi chorak. Bunisi x o'q, bunisi y o'q edi. Eslagan bo'lsangiz, masalan, 3-2 desa, mana bu x koordinatasi bo'lardi, bu 2 y koordinatasi bo'lardi. Birinchisi x bo'lardi, ikkinchisi y bo'lardi. Shu eslatib qo'ydim. Demak, endi misolni yechishga o'tamiz. Birinchi misolni. Javoblardan qaysi biri koordinat tekstligining ikkinchi choragiga tegishli deyapti. Nuqtam ikkinchi chorakka tegishli bo'lishi uchun y o'qiga qarang. Y 0 dan katta musbat bo'lishi kerak, x manfiy bo'lishi kerak. Demak, ikkinchi chorakdagi nuqtani y musbat, x manfiy bo'lishi kerak. Qaysi javob y musbat, x manfiy? A emas. Y musbat, x manfiy bo'lishi kerak. D javob. Demak, birinchisiga D javob. Ya'ni x dan, mana x o'qidan -3 mana. Y o'qidan 1, -3 1. Shu nuqta bo'ladi-da, y 1, x -3. Shu D javob bo'lyapti mana bizda. O'zi ikkinchi chorakda desa x manfiy, y musbat. Bunday o'ylab qo'yaversangiz bo'laveradi. Ikkinchi misolga o'tdik. -5-2 nuqta koordinat tekstligining qaysi chorakda? Ya'ni x manfiy, y musbat. Yana ikkinchi chorak. Bu tabiiy, mana x dan -5, mana x dan -5 oldim, y dan +2, ikkita tepada turibdi mana. Shu nuqta mana bu yerga to'g'ri keladi, o'sha nuqta shu mana. X y 2, x -5. Nuqtami o'zi ikkinchi chorakda turibdi. Deylik, qanaqadir B nuqta deb olsak, shuni B nuqta. Demak, javobimiz B, ikkinchi chorakda turibdi. O'zi ishorasini bilib olsangiz bo'ldi buni. Birinchi chorakda x ham y ham musbat bo'ladi mana. Birinchi chorakda x ham y ham musbat bo'ladi. Ikkinchi chorakda y musbat, x manfiy. Uchinchi chorakda x manfiy, mana y ham manfiy. To'rtinchi chorakda x musbat, y ga qarang, mana manfiy. Mana bu yer koordinata boshi 0 nuqta. Endi mavzu, yana gap ko'paytirsam mavzu o'tganday bo'lib qolaman. Shuning uchun ozgina takror qilyapmiz xolos. Ma'zur tutasiz. Xo'p, keyingisi 3-misol. A -9-3 nuqtani absissa o'qiga nisbatan simmetrik ko'chirishdan hosil bo'lgan nuqtaning koordinatasini toping deyapti. Absissa nuqta bu x nuqta. Absissa o'qi deyapti, uzr. X o'qiga nisbatan simmetrik ko'chirishimiz kerak. Endi bu oddiy savol. Ana shu A nuqtani x o'qiga nisbatan simmetrik ko'chirsam, A' deb belgilasak, x o'qiga nisbatan simmetrik ko'chirsa, e'tibor qarating. Mana bu x koordinatasi o'zgarmaydi, -9. O'zgarmaydi. X o'zgarmaydi. Chunki x ga nisbatan ko'chiryapti. Demak, x o'zgarmaydi. Y esa qarama-qarshisiga o'zgaradi. Y +3 ekan, demak -3 bo'lib qoladi. Demak, shu javob biz topib bo'ldik. Mana B kalitani ham belgilab qo'yaylik. B. Endi o'sha grafikini chizish orqali ham tushuntirib qo'yaveramiz mana. Grafikini chizdik. Xo'p. Mana. X -9, y 3 mana. X dan -9, y dan 3. Demak, shu nuqta mana shu nuqta bo'lsin mana.
x minus 9, y 3 bo'lgan nuqta shu nuqta bo'lsin. Mana minus 9, y 3. E'tibor qarating endi. Shu nuqta. Buni D xalat qilib beryapti. Shu nuqtani, mana shu nuqtani A nuqta deylik. Mana shu A nuqtani y3 x minus 9 bo'lgan nuqtani x o'qiga nisbatan simmetrik ko'chiryapti. X o'qiga nisbatan e'tibor qarating, mana x o'qim. Mana shu x o'qiga nisbatan simmetrik ko'chirsam nima bo'ladi? Shu nuqta x o'qiga nisbatan mana shu yerga keladi-da. A nuqtam A shtrix bo'lib shu yerga keladi. Nima bo'ladi bu yerda? X o'zgarmaydi. Y esa qarama-qarshisiga o'zgarib qoladi. Mana plus 3 edi. Mana bu yer plus 3 edi. Bu yerga mana minus 3 bo'lib tushyapti. Demak x'im hali hamon minus 9. Masofa bir xil bo'lishi kerak-da. Mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa, bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofaga teng bo'lishi kerak. Ya'ni y 3 bo'lsa, bu yog'i ham 3. Faqat ishora bilan minus 3 bo'lib turibdi. Simmetrik ko'chir degani shu yuqoridagi nuqtani pastga x o'qiga nisbatan deylik yiqit deganda, yuqoridagi A nuqtamni x o'qiga nisbatan bunday yiqitib pastga olib tushsak, og'anatib, xuddi A shtrixga kelib tushadi. Ya'ni qaysi o'qqa nisbatan desa, x o'qiga nisbatan desa, x o'zgarmaydi, y o'qqa nisbatan desa, y o'zgarmaydi azizlar. Mayli. Gap ko'paytirsak, tushunarsiz bo'lib ketib qoladi. Kamaytirsak, kimdir tushunmay qoladi. Shunga ikkilanib, ikki xil usulda tushuntirishga majbur bo'lib qolyapmiz. Yana ozgina tepaga suraylik. Mana bo'ldi. 4-misol. To'g'ri chiziq absis sovuqini qaysi nuqtada kesadi? Mana yuqorida to'g'ri chiziq tenglamasini berib qo'yapti mana. Absis sovuqini qaysi nuqtada kesadi deyapti. Absis sovuqi qaysi o'q? Mana bu ordinat o'qi, uni x absis o'qi edi. Demak, to'g'ri chizig'im absis o'qini kessa, e'tibor qarating. Absis o'qini kessa, demak, u joyda nima bo'ladi? X o'qini kesyapti. Demak, bu yerda x bor qandaydir. Lekin y 0 shu yerda. Doim bilib qoling-da. Qaysi o'qni kessa, ikkinchisi 0 bo'lib qolaveradi. X o'qini kesgan yerda y 0. Y o'qini kessa deylik, mana to'g'ri chizig'im y o'qini kesib o'tganda shu joyda nima bo'lardi? X koordinatasi 0 bo'ladi. Qaysi bir o'qni kesib o'tsa, to'g'ri chiziq, ya'ni funksiya grafigi qaysi bir o'qni kesib o'tsa, narigi sherigi 0 bo'lib qolaveradi. Demak, bizda savolda absissa o'qini kesyapti. Mana absissa, ya'ni x o'qini kesyapti. Demak, x o'qini kesayotgan yerda y 0 bo'lib qolish kerak. Demak, y o'rniga 0 qo'yamiz. Biz bilganimiz shu. Demak, mana bu tenglamamga, to'g'ri chiziq tenglamasiga y ga 0 qo'yamiz. 2x minus y ga 0 qo'ysam 4 karra 0, 0 plus 8 teng 0. Bu yerdan 2x teng plus 8 u yoqqa minus bo'lib o'tadi. X ni topsak minus 4. Demak, x minus 4 ekan, y esa albatta 0. Endi javobda x y koordinata berib qo'yibdi-da. X minus 4, y 0, chunki absissa o'qini kesib o'tadigan nuqtani topyapmiz mana. Absissa o'qimizni kesib o'tadigan nuqta mana. X o'qimizni kesib o'tadigan nuqtada y 0 bo'lish kerak. Minus 4 u 0. Minus 4 degan javobi o'zi bo'lganda ham olib ketaverardik. To'g'ri bo'ladi. 5-misol. Nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyentini toping. Burchak koeffitsiyent nima? Deylik, mana to'g'ri chiziq desa, bundan keyin y barobar kx plus b deb yozaverasiz. Mana shu chiziqli funksiya. Ya'ni to'g'ri chiziq tenglamasi shu. Demak, to'g'ri chiziq desa shunday yozib olib, doim shunday ko'rinishda yozaverasiz. Ikki xil usulda topish mumkin buni. Shunday turishda ham k ni o'zini topib qo'ysa bo'ladi. Birinchisi y barobar kx plus b deb ishlash. Ikkinchisi shu yerdan k ni o'zini birdaniga topish. Ikkita nuqta berib qo'yilgan bo'lsa, k ni mana bu formula orqali topasiz. y1 minus y2 taqsim x1 minus x2. Ya'ni mana bu yerda nuqta berib qo'ygan, e'tibor qarating mana. Nuqtalarim tayyor. K ni topish uchun bizga ikki nuqta berib qo'yilgan bo'lsa, deylik, mana bu nuqtani A deyin, bu nuqtani B deyin. Bizga ikkita nuqta berib qo'yilgan bo'lsa, A nuqtam minus 2,1, B nuqtam 1 minus 8. K ni topish uchun chiziqli funksiyaning burchak koeffitsiyenti deyiladi mana shu K. Shu K'im chiziqli funksiyaning burchak koeffitsiyenti.
shu burchak koeffitsiyentini topish uchun ikkita nuqta berib qo'yilgan bo'lsa, mana A va B nuqta berib qo'yilgan bo'lsa, mana buni o'chirib yuboraylik. Jahlaq qilib beryapti. Demak, bizga A va B ikki nuqta berib qo'yilgan bo'lsa, K ni burchak koeffitsiyentini mana bu formula orqali ham osongina topib qo'yishimiz mumkin. Demak, y koordinatasidan y ni ayiramiz, x dan x ni ayirib nisbat olib qo'ysak bo'ldi mana. Ya'ni farqi yo'q mana. Mana bunda y birim nechi turibdi mana bu yerda? Qarang, 1 turibdi. Y2 nechi turibdi mana? -8 turibdi. Y2 -8. Demak, y dan y ni ayiraman. 1 dan ayiraman -8 taqsim. Aynan y1 dan y2 ni ayirsam, x1 dan x2 ni ayirishim kerak. Mana x1 bu, x2 bu. Ya'ni x birim -2, x2 mana bu x2 +1. X birim mana -2. Birinchi x'im bu, ikkinchi x'im bu. -2 dan ayirayman, formulaga qarang, mana bu yerda formulaga e'tibor bering. 1 ni +1 ni. Demak, buni hisoblab qo'ysak, yuqorisi plus bo'lib ketib 9, pasti -3. Demak, javob -3 chiqar ekan. 9 ni -3 ga bo'lsak, burchak koeffitsiyenti -3. Shunday mana javobni belgilab qo'ydik. Endi ikkinchi usulda tushuntiramiz. Ya'ni buni tushunmaganlar uchun, tez ishlaydiganlar uchun bu formula edi. Endi ishlab topamiz. Xo'p. Chiziqli funksiyani y barobar kx + b deb yozib olasiz. Shu chiziqli funksiya ham mana bu va mana bu nuqtadan o'tadi. Ya'ni demoqchimanki, x ga -2 qo'ysangiz, y ga 1 chiqadi. O'rniga qo'yamiz. Y ni o'rniga 1 qo'yaman, x ga -2 qo'yaman. X ga -2 qo'ysam, -2 ta k bo'lib qoladi. + b. Faqat x ylarga qo'yamiz. Ikkinchisi, x ga 1 qo'ysam, y ga -8 chiqish kerak ekan. Shu chiziqli funksiyamni x ga 1, y ga -8 qo'yaman. Mana ikkinchi nuqtamni qo'yapman. Y ga -8 qo'ydim, x ga 1 qo'ysam, x o'rniga 1 qo'ysam, bitta k bo'ladi, + b bo'ladi. Shuncha nuqtalarni olib borib, mana bu chiziqli funksiyamga olib borib, x bilan y ni o'rniga mana bu x bilan y koordinatasini olib borib qo'yapmiz mana. Tenglamalar sistemasi paydo bo'lyapti. Oddiy. X y ga olib borib o'rniga qo'ydik. Oddiy tenglamalar sistemasi. Buni ishlab qo'ysak bo'ldi. Bir nechta usullari bor. Deylik, mana shu yerda mana ikkinchi tenglamamni 2 ga ko'paytirib qo'shib yuborsam, oddiy. Birinchi b chiqar ekan. Biz k ni topaylik, bizga k kerak edi. Mayli, k bilan b ni ham topib qo'ysangiz bo'laveradi, muammo emas. Bizga hozir ayni momentda k kerak, shuning uchun biz buni yuqorisini -1 ga ko'paytiramiz, qo'shamiz. Tepadagi tenglamamni -1 ga ko'paytiraman. -1 ga ko'paysam, chapda -1, o'ngda +2k - b bo'ladi. Endi mana bu pastdagi tenglamamga qo'shib yuborsam, b'lar qisqarib ketdi. -9 tenglik k ga 2k ni qo'shsam, 3 ta k. 3 ga bo'lsak, yana k teng -3. Bunda ham oddiy chiqadi. Bilganga shu qulay. Izlarim davom ettiramiz. Albatta, bizda odatda tushuntirish uchun ko'p vaqt ketadi, xolos. Boshqa misolni o'ylab, boshqa qilib o'tirmaymiz. Ozgina tushuntirib olish uchun ko'proq vaqtimiz ketadi. Xo'p, mana 6-misol. Quyidagi nuqtalardan qaysi biri ana bu funksiya grafiga tegishli emas deyapti. Nima degani? O'zi tegishli degan nima degani? X ni o'rniga olib borib mana bu 2 ni qo'ysak, y ga 9 chiqsa tegishli bo'ladi. X ni o'rniga olib borib 2 ni qo'yamiz mana. X ga olib borib 2 ni qo'ydim. Mana bu yerga x ni o'rniga 2 qo'ydim. 3 × 2 6 bo'ldi. 15 dan 6 ni ayirdim. 9. Y ga 9 chiqdi. Demak, mana bu funksiyam bilan ishlayapmiz, e'tibor qarating. Demak, bu x ni o'rniga olib borib 2 ni qo'ysam, y ga rostdan ham 15 - 3 × 2. Y ga 9 chiqar ekan. Demak, bu tegishli. X b ga o'tdik, b javobga. X ga 3 ni qo'yamiz, y ga 6 chiqish kerak. Demak, x ga 3 qo'ydim. 3 × 3 9, 15 dan 9 ayirsam 6. Bu ham tegishli. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Demak, A javob tegishli, B javob tegishli. C. X ga 4 qo'yamiz, y ga -3 chiqish kerak. X ga 4 qo'ydim. 3 × 4 12. 15 dan 12 ni ayirsam +3 chiqib qoldi. 15 dan 3 × 4 ayirsak +3. Bu yerda -3 chiqadi degan. Demak, bizda +3 chiqdi. Demak, bu noto'g'ri. Demak,
Shu tegishli emas. Ana C javob tegishli emas. D javobni ham tekshirib qo'yaylik. X ga 0 qo'ysang, Y ga 15 deyapti. X ga 0 qo'ysam 3 karra 0 0, 15 dan 0 larsam 15. Ya'ni Y teng 15. Rostdan ham bu ham tegishli. Demak, tegishli emas. Qaysi javob? C javob. Oddiy misol. Albatta tushuntirdik. Xo'p, 7. X nuqtam 3k-9 u 2 koordinati ga ega ekan. Ya'ni x 3k-9, y 2 ekan. Nuqta ikkinchi chorakda bo'lsa, k ning qabul qilish mumkin bo'lgan natural qiymatlari ko'paytmasini toping deyapti. Ana shu nuqta ikkinchi chorakda ekan. Demak, e'tibor qarating, bu ikkinchi chorakda bo'lsa, x musbat, manfiy, y musbat bo'lishi kerak. O'zi y musbat ekan. Demak, x 3k-9 kelyaptimi? X koordinatasi? Ha, shu narsa 0 dan kichik bo'lishi kerak, uzr. 0 dan kichik, manfiy bo'lishi kerak. Biz boshida ishladik shunaqa misol. Y esa musbat bo'lishi kerak. O'zi y 2 ekan, shundoq ham musbat. Demak, yuqorisini ishlab qo'yamiz. 3k kichik 9, bundan k ni topsak, 3 ga bo'lsak, k kichik 3. Musbat songa bo'ldik. Ya'ni k 3 dan kichkina son ekan. K ning qabul qilishi mumkin bo'lgan natural qiymatlari ko'paytmasi deyapti. Natural bo'lsa, k 3 dan kichkina natural son. Demak, 1 bilan 2 bo'la oladi. Ko'paytmasini so'rayapti. Demak, B javob. 8-misol. A nuqtani beryapti. 5 plus A yu 3 minus B. Nuqta koordinata boshi bo'lsa deyapti. Demak, mana bu koordinata boshi ekan. Koordinata boshi bo'lsa x ham 0, mana bu y ham 0 bo'ladimi? Ya'ni 5 plus A ham 0, 3 minus B ham 0. Nima uchun? Koordinata boshida bo'ladigan bo'lsa, nuqtam mana bu x koordinatasi ham 0 bo'ladi, y koordinatasi ham 0 bo'ladi. Demak, bundan 5 plus A ni 0 ga tenglab, endi og'zaki ishlab olsangiz ham bo'laveradi. Ya'ni 3 minus B ni ham 0 ga tenglab olaylik. Bundan A, B ni topib olamiz. Demak, A imiz minus 5 ga teng, B imiz shunda 3 bo'ladi. Demak, A bilan B ni topdik. Pastiga olib kelib, mana bu yerga qo'yamiz B nuqtaga. A bilan B ni o'rniga minus 5 bilan 3 qo'ysak, B nuqtam chiqadi. B nuqtani topib olaylik. 3 minus A deyapti. 3 dan ayirishimiz kerak. E'tibor qarating. 3 dan A ni ayirishimiz kerak. A im minus 5 midi? 3 dan ayirayman minus 5 ni. Plus bo'lib ketib 8 bo'ladi. B nuqtamni x koordinatasi 8 ekan mana. Endi ikkinchi y koordinatasini topaman. Ya'ni 2 minus B deyapti. B im 3 chiqqandi bizda mana. E'tibor qarating. B 3 edi. 2 dan 3 ni ayirsam minus 1. Demak, x musbat, y manfiy chiqyapti. Bu nechinchi chorak? Ana x musbat, y manfiy. Bu 4-chorak. Mana chizib ham ko'rsataveramiz sana. X 8, mana x dan 8 keldik. 8. Y minus 1 deyapti. Y dan minus 1 mana. Shu. Bu qaysi chorak bo'ladi? Y minus 1, x 8 mana. X y koordinat. X 8, y minus 1. Bu nuqtam, mana B nuqtam shu yerda, ya'ni 4-chorak. X dan 8 yur, y dan minus 1 tush pastga deganda, nuqtam o'z-o'zidan 4-chorakka tushadi. Xo'p, demak, B nuqta qaysi chorakka tegishli deyapti? Demak, 4-chorak ekan. Biz mana bu yerda koordinata boshi degani uchun A bilan B ni topib oldik-da, 0 ga tenglab topib olib, uni B nuqtaga olib borib qo'ysak, B nuqtam mana tayyor chiqdi. Shuni biz qaysi chorakligini bilib qo'ydik. Bo'ldi, qilgan ishimiz bu yerda. Unday og'ir ish ketmadi. Xo'p, sal suraylik. 9. Azizlarim, shunday davom etamiz. Chizmada deyapti. Chizmada y barobar kx plus b to'g'ri chiziq grafiki berilgan. Grafikga ko'ra k va b ning ishorasini aniqlang. Bu juda oddiy. E'tibor qarating. Endi bilganga albatta oddiy. Chiziqli funksiyada mana belgilab olaylik mana. Chiziqli funksiyada yodlab olsangiz ham bo'laveradi. E'tibor qarating. Yaxshilab e'tibor qarab turing mana. Chiziqli funksiya grafiki mana bu grafik, e'tibor qarating mana. Mana bu chiziqli funksiyaning grafiki, to'g'rimi? Shu grafik o'ngroqqa oqqan bo'lsa, e'tibor qarang. O'ngroqqa og'yapti. Doim o'ngga oqsa, k'si musbat bo'ladi. Har qanday holatda. O'ngga oqsa, k'si musbat. Chapga oqsa, k'si manfiy, ya'ni burchak koeffitsient manfiy bo'ladi. Chapga deganda mana shu holatda chiziqli funksiya ham ketsa bo'ldi. Sal chaproqqa og'ib qolsa bo'ldi. Hammasini mana k'si manfiy, ya'ni 0 dan kichkina. Hammasini k'si 0 dan kichkina. O'ngroqqa oqqanini k'si 0 dan katta bo'ladi.
Bo'ldi, buni bildik. Demak, chiziqli funksiyam grafigi to'g'ri chiziq o'ngroqqa oqib turgan bo'lsa, ya'ni tog'i tepasiga chiqib ketayotgan bo'lsa, ya'ni o'ngga og'ib mana deylik, mana tovoqqa chiqib ketyapmiz. K'si musbat bo'ladi. Tushunyapsizlar-a? Chapga oqqan bo'lsa, K'si manfiy bo'ladi. Chaproqqa deylik. Demak, bunda biz bildik, Kx plus b, mana e'tibor qarating, Kx plus b holatda shunday holat. Demak, K'si musbat ekan, shuni bildik. K va b ning ishorasini aniqlang degan bizda savolda. K va b ning ishorasini. K'si musbatligini bildik. K'si musbat bo'lgan javoblar. Qani K'si musbat? A, K va b degan birinchi K ning ishorasi va D. Demak, C bilan B javob xatoga chiqib ketdi. C javob ham xato, B javob ham xato. Yo A yo D qoldi. Endi B ning ishorasini tushuntiraman. Chiziqli funksiyada e'tibor qarating. Chiziqli funksiyami grafigi y o'qini tepada kesib o'tsa, B'si musbat bo'ladi. Tepada kesib o'tsa mana shu yerda y o'qini yaxshilab qarang. Tepada deganim x o'qidan yuqorida kesib o'tsa, shunda B'si musbat bo'ladi. Demak, bunda ham mana x o'qidan yuqorida kesib o'tyapti. Ya'ni y o'qini kesgan joy musbat bo'lsa, y shu musbat bo'lsa, o'sha B ni bildiradi-da. Ya'ni B'si musbat deyapman. Ox o'qidan yuqorida kesib o'tgan bo'lsa, B'si musbat. Shunday deb yodlab qolsangiz ham bo'laveradi mana. Mana bu holatda ham B'si musbat, bu holatda ham B'si musbat. Chunki Ox o'qidan yuqorida kesyapti. Ox o'qidan pastda kessachi, mana chiziqli funksiya ham shunday ketsachi. Buni B'si manfiy. Shu joyda mana B'si manfiy bo'ladi shuni. Demak, Ox o'qidan yuqorida kessa B'si musbat, Ox o'qidan pastda kessa B'si manfiy. Chiziqli funksiyam o'ngga oqsa K'si musbat, chapga oqqan bo'lsa K'si manfiy. Bu chiziqli funksiyami B'si manfiy, K'si ham manfiy misol. Chunki chapga og'yapti. Endi B'si y o'qini ham mana Ox o'qidan pastda kesyapti. Ox o'qidan pastda bo'lsa kesgan joyi B'si manfiy. Ox o'qidan yuqorida bo'lsa kesgan joyi B'si musbat. Endi shunday qilib yodlab qo'ysangiz ham bo'laveradi. Birinchi usul. Shunda nima bo'ldi bizda? To'g'ri chizig'imiz o'ngga og'yapti, K'si musbat. Y o'qini kesgan joyini qarang yana. Y o'qini yuqorida, ana Ox o'qidan yuqorida kesyapti. Yuqorida kesyapti, demak B'si ham musbat. B'si ham musbat. Demak, javoblarimizni shunda to'g'risi A javob ham xatoga chiqib ketdi. D javob bo'ldi. To'g'ri javob D. Endi ikkinchi usul shunday son qo'yib ishlab qo'ysa ham bo'ladi. K e'tibor qarating. Endi son qo'yib deganda bo'ldi. O'zi shu to'g'ri tushuncha bo'pti. Hozir sizni qiynagan bo'lib qolaman. Keyin o'zi joyi kelganda. Bu oddiy savol ekan-ku. Haligi kirishib ketmaylik, shuni kirishib ketib qolamanda, keyin vaqt o'tib ketib qoladi. Haligi qiziqib ketib qolamanda mavzuga. Ma'zur tutasiz. O'zi hamma narsani oddiy tushuntirishga tushuntirib ketaversam, ba'zida o'zimda ham ilmoliy savollar paydo bo'lib qolyapti. Shuni sizlarga tushuntirish uchun berib aytib ketyapman. Endi vaqtdan ozgina yutqizgan bo'lsak ham. O'zi shunaqa majbur bo'lib qolamiz son qo'yishga. Shu joyda son qo'yishni o'rgatamiz. Hozir unga haligi yo'q. Endi nimaga degan savolga dik ABga son qo'yib grafikni 2-3 marta chizib ko'rgan bola biladi 100%. Yo'qsa, hozir tushuntirsam bo'ladi shuni. Mavzu o'tgan bo'lib qolaman. Tushuninglaringizlar, vaqt ko'p ketib qoladi. Juda oddiy narsaga. Mayli, lekin tushuntirdim. Yodlab olsangiz ham bo'laveradi. K bilan B ga son qo'yib chizib ko'rsangiz bo'laveradi o'z asli. Mana yana vijdonim qiynalyapti. Mana hozir son qo'yib chizib isbotlab beraman-da endi. Mayli, mana y barobar ana K ga ham 1 qo'ydim. Yuqoridagi misolni yozaylik. Bo'pti mana. Mana bu Kx plus b to'g'ri chizig'i mana. K ga ham 1 qo'ydim. Deylik mana. K'siga ham 1 qo'ydik. B'siga deylik. B'siga ham 1 qo'ydik. Shunda to'g'ri chizig'im Kx plus b yum. K'siga 1 qo'ysak bitta x plus 1 bo'lib qoladimi? Deylik. Bo'ldi, shuni grafikini chizaylik. Mana. X ga 0 qo'ysam y teng 1 bo'lib qoladi. X ga 0 qo'ysam y 1. Mana shu nuqta. Y ga 0 qo'ysam x teng -1. X teng -1 shu nuqta. Endi shu nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chizig'im mana.
Endi mana bu grafikiga qarangda, mana to'g'ri chizig'imga qarang. Bir xilmi, o'xshashmi? Albatta. Demak, K'si ham, B'si ham musbat deb shart qo'ydik shuning uchun. Endi shunda B'si manfiy bo'lganda nima bo'lardi? B'si manfiy bo'lganda to'g'ri chizig'im mana bu yerdan kesardi, mana bunday holatda bo'lib qolardi. Bunday chizib ko'rsangiz o'zi birdaniga ko'rinadi. Mana endi ko'nglim sal yorishdi. Ustoz bilmas ekanlar degan tushunchaga bormang, shunchaki vaqt o'tib ketib qolyapti-da, yana kechaginday 1 soat bo'lib ketishini xohlamaydi hech kim. Oddiy mavzu. Qiyinlarda mayli tushuntirish uchun vaqtim ketsa mayli, achinmayman. Mavzu o'tib qo'yayotganday bo'lyapman ba'zida. Juda unchalik qilvormasligimiz kerak. Bu test bu. Bu yerda mavzuni mayli 10-20% o'tyapman mavzu ham. Rozi bo'lib qo'yasiz ketgan vaqtingizga. Biz rozimiz albatta. 10-misol. Y barobar 4x minus 5 va y barobar 3x minus 3 to'g'ri chiziqlarning kesishish nuqtasining koordinatalarini toping deyapti. To'g'ri chiziqlarning kesishish nuqtalari koordinatalar deganda, shu to'g'ri chiziq bilan shu to'g'ri chizig'im kesishar ekan. Demak, nima degani u? Ikkita to'g'ri chiziq mana koordinatalar sistemasiga tavakkal aytyapmiz. Masalan, kesishgan joyda x'lari ham, y'lari ham teng bo'ladi. Ya'ni ikkita to'g'ri chiziq kesishishi uchun x ham y ham bir-biriga teng bo'lishi kerak. X ham bir-biriga teng bo'lishi kerak. X'lari ham bir xil chiqadi, y'lari ham bir xil chiqadi. Demak, bir-biriga tenglab olaveramiz. Kesishadi desa. Tenglab olsak, y teng 4x minus 5, y teng 3x minus 3. Mana bu 4x minus 5 ni mana bu y ni o'rniga olib kelib tenglab olamiz. Sistema qilib ishlab olamiz demoqchiman. O'rniga qo'yish usuli hozir osonroq chiqadi. 4x minus 5 tenglik 3x minus 3. Shuni ishlab qo'ysak, 3x chapga o'tsa 1x qoladi, minus 5 o'ngga o'tsa 2 qoladi. X teng 2. Demak, o'zi x ni topdik, 2 chiqdi. Javoblardan shunday qarab x 2 chiqadigan. Qarang, mana x 2 tayyor D javob. O'zi to'g'ri javob D. Y ni topib o'tirish ham shart emas ekan. Mayli y ni topib qo'yamiz. X teng 2 chiqdi. Endi y ni topish uchun qaysi biriga olib borib qo'yamiz? Desangiz, to'g'ri chiziqlar kesishgan joyda x ham, ya'ni ikkovi ham bir xil qiymat qabul qiladi. Ya'ni kesishgan joyda x'lar ham, y'lar ham bir xil chiqadi. Ikkovida ham. Farqi yo'q. X ga 2 ga, x ni o'rniga 2 ni mana bunga olib kelib qo'ysangiz ham bo'laveradi. X o'rniga 2 ni qo'ying. 3 kare 2 6, 6 dan 3 chiqarsak 3. Y 3 chiqyapti. X o'rniga 2 ni mana bunisiga olib kelib qo'ying. 4 kare 2 8, 8 dan 5 chiqarsak 3. Baribir y'lari, x'lari bir xil chiqaveradi. Chunki kesishgan joyda bir xil qiymat qabul qiladi. X ham, y ham. Xo'p, shunday davom etamiz. 10 bo'lsa 11 mana. Sal kattalashtirib olamiz doimgidek. Maza qilib ishlaylik. Inshaalloh mana bizga ham davrimiz keldi. Deydi-ku, yaxshi ma'noda albatta. Sizlarning davringiz keldi albatta. Biz buni yechim qilsak sizlarga yaxshi. X ning qanday qiymatlarida? 11-misol. X ning qanday qiymatlarida funksiya musbat qiymat qabul qiladi deyapti. Demak, funksiya musbat qiymat qabul qilish kerak ekan. Funksiya degani nima tushunasiz? Y bu. Shu y 0 dan katta bo'lish kerak demoqchi. Argument bu x. Demak, y 0 dan katta bo'lish kerak. Qaradim, yuqorida y ko'ryapman albatta. Y nimaga teng? 4x minus 12 ga. Pastdagi y o'rniga olib kelib qo'yamiz mana. 4x minus 12 ham 0 dan katta bo'lish kerak demak. Demak, funksiya musbat qiymat qabul qiladi degani funksiya y bu. Y 0 dan katta bo'lish kerak. Tamom. Demak, y nimaga teng edi? 4x minus 12 ga. Y o'rniga olib borib 4x minus 12 ni qo'ydik. Shu tengsizlikni yechib qo'ysak, 4x katta 12 dan, x katta bo'lish kerak 3 dan. Demak, bu D javob bo'lyapti. Keyingisiga o'tamiz. Xo'p. A nuqta 2a minus 4 to b minus 1 ekan. Ya'ni mana bu x bu y koordinatasi bu. Adashtirib olmangda, nuqta virgulga qarang. Ana shu nuqta ox o'qida yotar ekan. B nuqta esa oy o'qida yotar ekan. Demak, B nuqtami bunisi x, bu nuqtasi y. X y ni bilib olaylik, chalg'ityapti. Demak, A nuqta ox o'qida yotar ekan. E'tibor qating, ox o'qida yotadi. Demak, A nuqtam x o'qida yotsa, ox o'qida yotsa shu nuqtam, demak buni y 0 bo'lish kerakmi shunda? Demak, y 0 bo'lish kerak. Y nimaga teng? A nuqtami y nimaga teng? B minus 1 ga teng. Shu B minus 1 0 bo'lish kerak. Bundan B teng 1. Endi keyingisiga o'tamiz. B nuqta deyapti ana. B nuqta. B nuqta 3a plus 9 u B minus 4.
B nuqta OY o'qida yotadi deyapti. B nuqta ham OY o'qida yotadi deyapti. Demak, OY o'qida yotsa buni x'i 0 bo'lishi kerak. Mana bu x koordinatasimi shu? Shu 3a + 9. Shu x koordinatasi 0 bo'lishi kerak. Ya'ni 3a + 9 0 bo'lishi kerak-da. Demak, bundan a ni topsak, 9 u yoqqa o'ng tarafga minus bo'lib o'tadi. 3a teng -9. 3 ga bo'lib yuborsak, a teng -3. Demak, a bilan b ni topdik. So'ralayotgan narsaga e'tibor qarating. A kvadrat plus b kvadrat so'rayapti. A bizda -3, b 1. -3 ning kvadratiga 1 ning kvadratini qo'shsak 10 bo'lib b javob bo'ladi. Keyingisi 13. Fx funksiya ham x kvadrat minus x minus 1 bo'lsa, f minus 2 ni toping. Nima degani bu? Fx funksiya mana e'tibor qarating. F funksiya ham x ga bog'liq degani. Albatta, shu x mana bu yerda ko'rinadi mana. Bu ham x, shu x mana bu ham o'sha x. Ya'ni f funksiyami x ni mana shu x shu yerda ham qatnashyapti, shu yerda ham faqat o'ng tarafda x kvadrat minus x minus 1 holatda. Endi e'tibor qarating. Shu f funksiyamni x ni o'rniga nimani qo'yapman? X ni o'rnida nima paydo bo'lsin deyapti? -2. Ya'ni x ni o'rniga olib borib -2 ni qo'yamiz. F funksiyamni x ni o'rniga olib borib -2 ni qo'ysam, mana bu x ni o'rniga ham -2 qo'yishim kerak. Bu x ni o'rniga ham -2 qo'yishim kerak. Bo'ldi. X ni o'rniga olib borib -2 qo'ydim. Bu x ni o'rniga ham -2 qo'ydim. Kvadrati bor tashqarida. U x ni o'rniga ham -2 qo'ydim. -1 bo'lishini hisoblab qo'yamiz. Hisoblasak 2 ta -1 6, 4 plus 2 -1. 6 -1 5. X ni o'rniga -2 qo'ysak, funksiyam nimaga teng bo'lar ekan? 5 ga. D javob. 13 bo'ldi. Keyingisiga 14-15. B ning qanday qiymatlarida to'g'ri chiziq ana shu nuqtadan o'tadi deyapti. Nima degani? To'g'ri chiziq mana shu 3x plus b to'g'ri chizig'im A nuqtadan o'tar ekan. Ya'ni x ga 4 qo'ysang, y ga 3 chiqadi deyapti. Olib boring mana bu A nuqtani mana bu yerga qo'ying. Mana bu f at x bu y bizda. Mana bu x o'zi x tayyor ko'rinib turibdi. B ni topamiz. Ya'ni y ga olib borib 3 ni qo'yamiz mana koordinatadan. X ga olib borib 4 ni. Demak, y ga olib borib 3 ni qo'ydim. 3 teng x ni o'rniga 4 ni qo'ydik. 3 kara 4 plus b. 3 kara 4 12. 12 chapga minus bo'lib o'tsa, b teng -9 bo'ladi. Bo'ldi shu. Ana. Xo'p, keyingisi 15-misol. 3x minus 4y plus 8 teng 0. To'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyentini toping. Azizlar, burchak koeffitsiyent mana tushuntirdim. Y barobar deylik kx plus b. Chiziqli funksiya desa, doim shunday yozib olavering. To'g'ri chiziq desa ham, to'g'ri chiziqni o'sha funksiya chiziqli funksiyani mana shunday holatda yozaverasiz. To'g'ri chiziq tenglamasi ham y barobar kx plus b holatda yozaveriladi. Burchak koeffitsiyent deb mana shu k ga aytiladi. Koeffitsiyentni bosh harfi k mana shu burchak koeffitsiyent shu k. Ana bu chiziqli funksiya ekan. Shundan k ni topsak bo'ldi. Qanday qilib topamiz? K ni topishimiz uchun mana y teng holatga, mana bu holatga olib kelishimiz kerak-da. Y barobar kx plus b holatga olib kelishimiz kerak. Demak, bu yerdan y ni topishimiz kerak. Y ni topish uchun demak 3x plus 8 chapda qoldi. -4y ni o'ngga plus 4y qilib olib o'tdim. Bo'ldi. Shu y ni topish uchun 4 ni chap tarafga bo'lish qilib o'tkazib yuboramiz. 3x plus 8 taqsim 4 teng y. K ni topishda shoshilmang. K ni topishda mana bu yerda e'tibor qarating mana. Kx plus b holatga olib kelingandan keyin o'sha x ni oldidagi turgan son k bo'ladi. Burchak koeffitsiyent shu x ni oldida turgan son mana bu k. Hozir shunday mana bu 3 ni ko'rib k si 3 ekan deb o'ylamang. Shu yerda adashmovchilik bo'ladi. K ni topish uchun hadma-had mana bu mahrajdagi 4 ga hadma-had bo'lib yuborishimiz kerak. Ya'ni y teng mana 3x taqsim 4 plus 8 taqsim 4 qilib yozib olaman-da shuni. Hadma-had bo'lib yuboraman. Ya'ni 3x taqsim 4 plus 8 taqsim 4. Mana endi k bor bizda. K si shu x ni oldida turgan son mana shu turibdi. Mana shu k shu. 3 taqsim 4 mi shunda? Albatta 3 taqsim 4. C javob ko'rdik, belgiladik. Ya'ni albatta hadma-had bo'lib keyin aytasiz k ni. Mahrajda mana bunaqa son turganda bo'lib
Shu 4 ga bo'lib keyin aytish kerak, yo'qsa xato ketadi. Agar bitta ikkita ishorada adashib ketgan bo'lsam, azizlar uni kommentda yozing. U muammo emas, albatta maqsad sizga tushuntirish xolos. Maqsad buni to'g'ri ishlab olish emas. Ishlanishim xato ketsa ham tushuncham to'g'ri bo'lsin deb o'ylayman o'zim uchun. Siz ishlab to'g'ri ishlab olaverasiz javob. Bizda shu tushunchani to'g'ri tushunib oling. Xo'p. Mana borgan sari ancha tezlashib. To'g'ri, oddiy mavzu ekan. Yana ham ancha tez tugatsak bo'lardi, yarim soatga qolmay. Endi albatta tushuntirish bo'ldi-cha. Shunga mayli yarim soatdan o'tdi. Xo'p, 16-misolga keldik. A va B nuqtalaridan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasini tuzing deyapti. Ikki xil usulda tuzishimiz mumkin. Birinchisi o'sha avvalgi misolda o'rgatdik shu usulda, mana. To'g'ri chizig'ingizni ana y barobar kx plus b deb yozib oling doimgidek. Shu to'g'ri chizig'im shu A va B nuqtadan o'tar ekan. Ya'ni x ga 3 qo'ysak, y ga 2 chiqar ekan. Qo'ydik. Mana shu to'g'ri chizig'i x ga mana bu yerga yozib olamiz. X ga 3 qo'ysam, y ga 2 chiqar ekan. Y ni o'rniga olib borib 2 ni qo'ydim. Teng x ni o'rniga 3 qo'ydim. X o'rniga 3 qo'ysam 3k bo'ladi plus b bo'ladi. Ikkinchi nuqtaga o'tdim. X ga 5 qo'ysam, y ga 8 chiqar ekan. Ana x ga 5 qo'ysam, y ga 8, y ga 8 ni qo'ydim, teng x ga 5 qo'ydim. 5 ta k plus b bo'ldi. Bo'ldi, shu bilan k bilan b ni topib, mana bu yerga olib kelib yozib qo'ysak bo'ldi. Kx plus b. Uzr. Bu nima qilamiz? Sistema oddiy mana. Shunday yuqori qismini -1 ga ko'paytirib qo'shib yuborsak, shunday qo'shib yuborsak, nima bo'lib qoladi? Oddiy sistemada endi ishlashingiz kerak. Minusga ko'paytirsak, pastiga yozib olaylik. Ya'ni -2 teng -3 ta k minus b bo'ladi. Endi mana tepa bilan ikkitasini sistema qilib qo'shib yuborsak, blar qisqardi. 5 ta k minus 3 ta k bo'ldi. Bu yerda 2 ta k o'ngda. Chapda esa 8 minus 2 qo'shib yubordik albatta. 8 minus 2 6. O'ngda 2 ta k. 2 ta k teng 6. Bundan k teng 3 chiqdi. K teng 3. Shuna javoblardan o'zi k'siga qaradim. Mana kx plus b mi k'si 3 chiqdi. Javoblardan shuna k'siga qarasam k'si 3 bitta shu ekan. O'zi C javob ekan. Belgilab qo'ysangiz ham bo'laveradi. Endi misol ko'nglingiz xotirjam bo'lish uchun mana k ni o'rniga 3 ni qo'yib b ni topib olsak ham bo'laveradi. K ni o'rniga olib kelib mana shu yerga 3 ni mana shu tenglamamga k ni o'rniga 3 qo'ysam 2 teng 3 karra 3 plus b bo'ladi. B ni topsam 9 minus 9 bo'lib ketadi. 2 minus 9. Ya'ni b esa minus 7 chiqyapti. Sistema ishlashi bilasiz. K ni ixtiyoriy joyga olib borib qo'yib topib olsangiz bo'laveradi. Demak, k'si 3, b'si minus 7 bo'lsa, y teng, mana bu chiziqli. K'sini o'rniga 3 qo'ydim, x ga tegmaymiz. B'sini o'rniga minus 7 qo'yamiz, oldiga chiqib ketdi. Shu holatda. Ya'ni C javob. 17. To'g'ri chiziqni koordinata o'qlari bilan kesishish nuqtalasi koordinatasini toping. Nima degani bu? Mana shu to'g'ri chiziqning deyapti. Buni o'chirib olaylik, xalaqit bermasin. Xo'p, mana shu 2x minus 3y plus 18 teng 0 to'g'ri chiziqning koordinata o'qlari bilan kesishish nuqtalarini deyapti, koordinatalar yig'indisini toping deyapti. Demak, koordinata o'qlari bilan kesishgan nuqtalarni topishimiz kerak. Eslatib o'tdik. To'g'ri chizig'imiz x o'qi bilan kesishgan bo'lsa, u yerga y 0 bo'lgan bo'ladi, u yerda. Y o'qi bilan kesishgan bo'lsa, shu yerda x 0 bo'lgan bo'ladi. Boshladik. Birinchi x ga 0 qo'yaylik. Ya'ni y o'qi bilan kesishgan joyini topamiz. Shu yuqoridagi to'g'ri chizig'imni x ni o'rniga 0 qo'ydim. Minus 3y plus 18 teng 0 bo'ladi shunda. Bunda y ni topsak, y teng 6. Y teng 6. Va x ga 0 qo'ysa y ga 6. Demak, ikkinchisi y ga 0 qo'yamiz. Y ga 0 qo'yamiz. X o'qi bilan kesishgan nuqtasini topamiz. Y ga 0 qo'ysak, 2x minus 3 karra 0. 0 plus 18 teng 0 bo'ladi. 18 u yoqqa minus bo'lib o'tadi. 2x teng minus 18, x teng minus 9. Demak, y ga 0 qo'ysa, x minus 9 ekan. Demak, nuqtani yozib olaman. Mana shu yerda shuni o'chirib turamiz. Nuqtani. Ya'ni koordinata o'qlari bilan kesishgan nuqtalarni yozib olaman. X ga 0 qo'ysam, y ga necha chiqdi? Mana 6 chiqdi. X ga 0 qo'ysam, y ga 6 chiqdi. Shu bu y o'qi bilan kesishgan joy mana x 0 bo'ldi. Ikkinchisini y ga 0 qo'ysam, mana y ga 0 qo'ysam, x nima chiqdi? Minus 9. X minus 9 chiqdi.
Bu y o'qi bilan kesishgan nuqta bu. Mana koordinat o'qlari bilan kesishgan nuqtalarni topib oldik. Shu nuqta deylik, bu A nuqta, bu B nuqta. Nuqta deganda albatta uni ham x ham y bo'ladi, shuni tushuning. Shu kesishish nuqtalarining deyapti koordinatalar yig'indisi. Koordinata shu nuqtaning x bilan y tushuniladi. Mana shu x, y hammasi koordinata shu. Nuqta desa, bu A nuqta, mana B nuqta. Uning koordinatalar yig'indisi deganda endi 0, 6, -9, 0 hammasini qo'shishimiz kerak. Ya'ni 0 + 6 -9 + 0 qilib endi javob ol deyapti, -3 bo'ladi. Endi hali azizlar dars yozib maza qilyapman. Shuning uchun hali juda maydalashib, ba'zida yanada maydalashib tushuntirayotgan bo'lsam, xafa bo'lmang. Ko'nglingiz og'rimasin. Albatta yaxshi tushuncha bo'lib qolsin deyapman. Albatta bu o'quvchilar uchun, ustozlar uchun bunchalik maydalab tushuntirish, misol ustozlar uchun dars o'tadigan bo'lsam yoki tushuntiradigan bo'lsam bunchalik maydalashtirib o'tirmaymiz. Shuna shartlarni aytib, javobini aytib ketaveramiz. Bu ko'pincha o'quvchilaringiz uchun, ustozlar, sizlarning o'quvchilaringiz uchun tushuncha bo'lish uchun mana shunchalik vaqtimiz ketib kuyunyapmiz. Xafa bo'lmang. Mana 18. Agar k 0 dan katta, b 0 dan kichik bo'lsa, kx + b to'g'ri chiziqning grafiki koordinata teksligining qaysi choragidan o'tmaydi deyapti. Demak, biz o'tishini bilsak, o'tmaydigan choragini ham topib olamiz. Demak, k'si musbat, b'si manfiy. Biz nima dedik? K'si musbat bo'lsa, o'ng tarafga to'g'ri chizig'im o'ng tarafga oqqan bo'ladi. B'si manfiy bo'lsa, y o'qini manfiy tarafda kesgan bo'ladi. Mana shunday bo'lar ekan. Demak, B'si manfiy bo'lsa, y o'qini manfiy joyda kesadi. K'si musbat bo'lsa, o'ngga og'adi, mana og'di. Demak, qaysi chorakdan o'tmaydi? Ikkinchi chorakdan. Shu yerda albatta ikkinchi usul, doimgidek. K'si musbat deyapti, B'si manfiy deyapti. Son qo'ying, y barobar k'ga 1 qo'ydim. 1x plus B'si manfiy deyapti. B'ga olib borib mana bu yerga qo'yamiz, chiziqli funksiyam. B'ga olib borib -2 qo'ysam, -b bo'lib qoladi. Mana bu yer uzr. Shu yer minus B'ga -2 qo'yamizda. Manfiy ekan-ku. X -2. Endi shuni grafikini chizaylik. X ga 0 qo'ysangiz, mana x ga 0 qo'ying, y ga -2, mana y ga -2 shu. Y ga 0 qo'ysangiz, x 2 bo'lib qoladi, x 2. Grafikini chizing mana. Albatta shu ikkinchi chorakdan o'tmaydi, ikkinchi chorakdan. Bizga o'tmaydigan chorak kerak. 19. Quyidagi to'g'ri chiziqlardan qaysi biri O, Y o'qiga perpendikulyar? Azizlarim, to'g'ri chiziqlar O, Y o'qiga perpendikulyar deyapti. Mana har bittasini fakt bilan tushuntirib ketamiz. A javob y -5 teng 0 deyapti. Bundan ishlab y ni topsak, A javobimizda y teng 5 bo'ladimi bu to'g'ri chiziq? Y -5 teng 0 bo'lsa, y topsam y teng 5. Grafikini chizib isbotlaymiz mana. Y teng 5. U y teng 5 degani y o'qini 5 da kesadi degani mana. Y teng 5 degan to'g'ri chizig'im shu. Demak, bu rostdan ham uni y o'qiga perpendikulyar, 90 gradus. Demak, shu y o'qiga perpendikulyar ekan. O y ga perpendikulyar ekan. Eslab qoling. Qolgan javoblarchi, ular perpendikulyar bo'lmaydi. Mana bu yerdan B javobdan y toping. Y teng -x. Uni grafiki qanday bo'ladi? X ga 0 qo'ysa, y ga 0, x ga 1 qo'ysa, y ga -1. Uni grafiki bunday o'tib qoladi B javob. Bu y o'qi bilan kesishib qolyapti-ku. Kesishsa perpendikulyar bo'lmaydi. Demak, B javob xato. A javob demak to'g'rimi? Belgilab qo'yaylik. A javob to'g'ri bo'ldi. C javob. Y toping, ana y teng 2x. Mana sizga izohlar bilan keltiryapmiz. Y teng 2x. Uni grafiki nima bo'ladi? X ga 0 qo'ysa, y ga 0, shu koordinata boshi. X ga 1 qo'ysa, y ga 2. Shunday bu ketib qoladi. Mana y o'qi bilan kesishib qoladi bu to'g'ri chizig'im. Ya'ni kesishsa perpendikulyar, bu perpendikulyar kesishmayapti-da bu. O'zi ko'rib turibsiz grafikdan ham. D javobda x ni toping, ana x teng -7. U nima degani? X doim -7 degani. X o'qi doim -7. X doim -7 bu. Video dars yozyapman o'g'lim. Xo'p, hozir bir chicha qoldi, asarim. Xo'p. Bir pas o'tirib turing, keyin chiqib ketamiz. Xo'p, azizlarim. Demak, x -7, x teng -7 degan chizig'i mana bu, mana. Yodlab qolsangiz ham bo'ladi. X teng +7 bo'lganda mana bu o'ng tarafda bo'lardi. Mana bu holatda. -7 bo'ldi mana.
Bu y o'qiga perpendikulyar emas, x teng minus 7. Bu x o'qimga perpendikulyar mana. X o'qiydi bu o'q. Shu x o'qiga perpendikulyar bo'lib qolyapti. Demak, A javob bo'ldi. Qolganlarni izohlab berdik. Yana mana bu oxirgisi ham shu izohlab ishlaydigan misol ekan. Shuni yaqin olib kelib olamiz. Xo'p, 20. Quyidagi berilgan to'g'ri chiziqlardan nechtasi koordinata boshidan o'tadi? Koordinata boshidan o'tish uchun nima bo'lish kerak? X ga 0 qo'ysak, y ga ham 0 chiqish kerakmi? Shunday. Koordinata boshidan o'tadi deganda, mana to'g'ri chizig'im mana bitta chizaylik. Koordinata boshidan o'tish uchun x ga 0 qo'ysak, y ga ham 0 bo'lish kerak. X ham y ga ham 0 bo'lish kerak. Demak, javoblarga olib boramiz. Birinchi x ga 0 qo'yaman, y ga ham 0 chiqish kerak. X ga olib kelib 0 ni qo'ydim. 0 qo'ysam 5 kara 0 y teng 0. Demak, bu koordinata boshidan o'tadi. Bitta bo'ldi. Ikkinchisiga olib bordim. X ga 0 ni qo'ydim. X ga 0 ni qo'ysam 0 taqsim 4 0. 3 bu yoqqa ko'paysa 3 kara 0 0. Y ga ham 0 bo'lish kerak teng bo'lish uchun. Bu ham to'g'ri. Demak, bu ham koordinata boshidan o'tadi. Uchinchi. Yana x ga 0 ni qo'ydim. X ga 0 qo'ysam 0, y ham 0. To'g'ri chiqyapti. X ga 0 qo'ysam 0 bo'ldi. 0 minus 2y teng 0. Bundan y ga toping. Y ham teng 0 chiqyapti. Tenglama ishlab qo'yaveringda. Oddiy. Uyqungiz keldimi o'g'lim? Xo'p, azizlarim. Shunday. X ga 0 qo'ysak, y ham 0 bo'ldi. Shu tenglamani ishlab qo'yingda uchinchisida. Tenglama ishlasangiz y ham 0. Demak, uchinchisi ham koordinata boshidan o'tar ekan. To'rtinchisi. X ga 0 qo'ydik mana olib borib. X ga 0 qo'ysak, tenglik hosil to'g'ri, mana y 0 chiqmayapti. Ya'ni x ga 0 qo'ysangiz, u tenglik to'g'ri emas. Tenglik to'g'ri emas. Ya'ni 0 minus 8 teng 0. Qolyaptimi? Ya'ni minus 8 teng 0. Bu tenglik to'g'ri emas bu. Bundan y topilmayapti. Bu noto'g'ri. Y topilmayapti, noto'g'ri. 5-chisiga keldik mana. Y ga 0 qo'ydik. X ham 0 chiqish kerak-da, misol y ga 0 qo'ysangiz, deylik x ham 0 chiqish kerak. Y ga 0 qo'ysangiz 0 plus 2 teng 0. Tengligi o'zi to'g'ri emas u. Tengligi o'zi to'g'ri emas. Demak, bu xato. 5 xato. 4 ham xato, 5 ham xato bo'ldi. 6-chisi. X ga 0 qo'ydik. Y ga ham 0 chiqish kerak. Mana birdaniga x ga ham 0, y ga ham 0 qo'yavering. Muammo yo'q. X ga ham 0, y ga ham 0 qo'ysangiz, ana shu tenglik to'g'ri chiqish kerak-da. X ga ham, y ga ham 0 qo'ying, minus 7 teng o'ng tarafda 0 bo'lib qoladi. Bu tenglik noto'g'ri bo'lib qoladi. Xohlasangiz faqat x ni o'ziga 0 qo'ying, y ni ishlab toping. Y ni topsangiz, y 0 chiqmaydi-da. Shuning uchun xato deyapmiz. Koordinata boshidan o'tish uchun x ga 0 qo'yib, y ga ham 0 qo'ysangiz, tenglikning ikkita tarafi bir xil chiqish kerak. Ya'ni teng chiqish kerak. 7. 7 ni endi e'tibor qarating. X teng 0 deb qo'yibdi. X o'zi 0 deb qo'yibdi. Buni chizib ko'rsatmasa tushunmaymiz, to'g'ri noto'g'riligini mana. X teng 0 degan chiziqni chizib tushuntiramiz. Koordinata boshidan o'tadi deb savol beruvdi. Savolga ham bir e'tibor qaratib qo'ying. Ya'ni koordinata boshidan o'tadi. Shular kerak bizga. Shular o'tadiganlarga pitichka qo'yapmiz. Demak, x teng 0, 7-chisiga keldik. X teng 1 bo'lganda qanday bo'lardi grafik? Shunday bo'lardi. X teng minus 1 bo'lganda grafik shunday bo'lardi. Ya'ni x ni minus 1 dan kesadi x o'qini. Mana x o'qini. X teng 1 bo'lsa, x o'qini plus 1 da kesadi. Ya'ni x o'qiga perpendikulyar bo'ladi-da bular. Eslab qoling. X teng 0 bo'lsa, mana x teng 0 bo'lsa, mana bu x o'qimni 0 da kesib o'tadi mana shunday. Bu y o'qi bo'lib qoladi. Ya'ni x teng 0 y o'qini ustiga tushib qoladi. Mayli, y o'qini ustiga tushmasligi muhim emas. Demak, x teng 0 degan nuqtam shu o'qda joylashib qolganini bildingiz-a? Mana x teng 0 degan nuqtam shu y o'qida joylashib qolar ekan. Demak, y o'qida joylashib qolgandan keyin x teng 0 degan to'g'ri chizig'im y o'qida joylashib qoldi. Demak, bu albatta koordinata boshidan o'tyaptimi? Ha, albatta shunisiga e'tibor qarating mana. X teng 0 degan chizig'im shunday koordinata boshidan 0 dan o'tyapti. Shu joyda odam chalg'itadi. Demak, 7 to'g'ri. X teng 0 degan chizig'im koordinata boshidan o'tyapti. Endi y teng 0 degan chiziq. Deylik mana y teng 2 bo'lganda mana bunday to'g'ri chiziq bo'lardi. Y o'qini 2 da kesib o'tardi. Y teng minus 3 degani mana y o'qini minus 3 da kesib o'tardi, shu chiziq bo'lardi. Y teng 0 bo'lsa nima bo'ladi? Y teng 0 bo'lsa, y o'qini mana y o'qini
0 mana shu 0 da kesib o'tadi. Shunday. Bu qaysi o'q bo'lib qolar ekan? OX o'qi bo'lib qolar ekan. E'tibor qarating. Y teng 0 degan chizig'im X o'qi bilan ustma-ust tushib qolyapti. Y teng 0 bo'lsa, X o'qi bilan ustma-ust tushib qoladi. Demak, o'z-o'zidan Y teng 0 degan chizig'im X o'qi bilan ustma-ust tushgandan keyin bu X o'qim koordinata boshidan o'tadimi? Ha, demak, bu ham koordinata boshidan o'tadi. Demak, X teng 0 ham koordinata boshidan o'tdi. 8-inchisi mana. Y teng 0 ham koordinata boshidan o'tdi. Demak, pitichka nechta bo'ldi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tasi ekan. Nechtasi degan 5 tasi donasi kerak bizga. 5 tasi o'tadi. Azizlar, sizlar bilan ustoz Abdulloh Boboyev bo'ldi. Mana 50 minut vaqt sarfladik. O'tgan galgidan rosa 20 minut erta tugatdik. Undan ham erta tugatsak bo'lardi. Har biriga o'rtacha 2 minutdan gapirish, bitta ikkita tushunchalar berish bilan ortiqcha 10 minut sarfladik. O'zi har bir testda 2 minutda ishlatsa yaxshi norm, xudo xolasa. Endi keyingi mavzu bundan ozgina qiroq bo'lishi mumkin. U yerda ozgina o'sha vaqt ozgina ko'payishi mumkin. Yana shu 1 soatga yetib yetmaydi. Xudo xolasa harakat qilamiz. Sizlar uchun bomba yechimlarni tayyorlaymiz. Sizlar bilan ustoz Abdulloh Boboyev bo'ldi. Yechimlar yoqqan bo'lsa, layklarni yondirib tashlang. Kommentda fikringizni kutib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling deb qolamiz. Albatta Telegram kanalimizga ham obuna bo'ling. IDC _yechim. Buni shunday Telegramga kirib, mana bu kuchukcha belgisi IDC _yechim deb yozsangiz, shunday o'zbekchasiga yechim bo'ldi shu kanalimiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.